Ildizli ifodalarni soddalashtirish mavzusi bugungi mavzumiz. Demak, xo'p, birinchi o'rinda ildizdan chiqarish, ildiz haqida qisqa tushunchalarni eslab olamiz. Demak, ildiz osti 36 bizda 6 ga teng, ya'ni bu kvadrat ildizda agar kub ildizda 8 bo'lsa, demak bu 2 ning kubi, kub ildizda ostida, ya'ni bu 2 ekanligini bilishimiz mumkin. Agar ildiz osti 50 bo'lsa, biz buni 25 ko'paytirilgan 2 ko'rinishda yozib, 25 ildizdan 5 ko'rinishda chiqaramiz. Ildiz ichida 2 qoladi. Xo'sh, o'xshash ildizli ifodalarni qo'shish va ayirish masalasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 3 ildiz osti 2 plus 5 ildiz osti 2. Bunda 3 ta ildiz osti 2 ga 5 ta ildiz osti 2 ni qo'shsak, 8 ildiz osti 2 bo'ladi. 6 ildiz osti 3 minus 2 ildiz osti 3. 6 ta ildiz osti 3 dan 2 ta ildiz osti 3 ni ayirsak, 4 ta ildiz osti 3 bo'ladi. Ildizli ifodalarni ko'paytirish qoidasi. Demak, ildiz osti A ko'paytirilgan ildiz osti B, bu umumiy ildizga ko'rinishda yozishimiz mumkin. Agar ildiz darajasi bir xil bo'lsa, A ko'paytirilgan B. Ildiz osti 3 ko'paytirilgan ildiz osti 12, ya'ni ildiz osti 3 ko'paytirilgan 12, bu ildiz osti 36, ya'ni 6 ga teng bo'ladi. Keyingisi, ildizli ifodalarni bo'lish. Ildiz osti A taqsim ildiz osti B. Demak, bunda umumiy ildizda A taqsim B ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bu ildiz osti 20 taqsim ildiz osti 5 ni oladigan bo'lsak, bu umumiy ildiz ostida 20 taqsim 5, ya'ni ildiz osti 4, natija 2 ga teng bo'lishi mumkin. Ildizli ifodalarni kvadratga ko'tarish. Xo'sh, ildiz ostida A ning kvadrati. Demak, bu A, ya'ni aytaylik, keling, A plus B ni qavs kvadratini eslab olamiz. A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat. Agar bunda sonlarning biri ildizli bo'lsa, 3 plus 2 ning qavs kvadrati bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda yozamiz. Ildiz osti 3 ning kvadrati plus 2 ko'paytirilgan ildiz osti 3 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 2 ning kvadrati. Soddalashtiradigan bo'lsak, ildiz osti 3 ning kvadrati 3 plus 4 ildiz osti 3 plus 4, ya'ni 7 plus 4 ildiz osti 3. Xo'sh, keyingisi, ildizli ifodalarni ratsionallashtirish, ya'ni irratsionallikdan qutqartirish desak ham bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim ildiz osti 3. Demak, ildiz osti 3 taqsim ildiz osti 3 ko'paytirilgan ildiz osti 3. Suratni ham, mahrajni ham ildiz osti 3 ga ko'paytirganimizda tepada ildiz osti 3 hosil bo'ladi. Pastda 2 ta ildiz osti 3 ko'paytmasi, bu 3 ni anglatadi. Xo'p, ana endi keyingisi davom etamiz. Formula yordamida, ya'ni A plus B, A minus B formulasini ishlatilishi. Hop, 5 minus ildiz osti 3, 5 plus ildiz osti 3. Bu yerda 5 ning kvadrati ayrilgan ildiz osti 3 ning kvadrati. Natija 25 ayrilgan 3. Natijamiz 22. Xo'sh, demak, ildizli ifodalarni soddalashtirishga doir misol masalalarni biz keyingi 10 ta misollarimizda alohida video darslarda berib boramiz. To'liq ma'lumotni, har bir misolni alohida ishlanishini ko'rib tushunib olishingiz mumkin.